Birinchi tapsirmani o'ydag'iday o'rindadingizlar. Qaytadan o'sigan o'xshash tapsirma. Pacha ko'nglim qalagan dibislarni yozaman. Yeriga sen aytaman bir dibis. O? D deydi. Tag'i A deydi. H. A. Yaxshi. Miniki o'sha dibislar tizbegin qatishtirib tushuntirishlar qanday o'rindaysizlar. Qaysi formulaga sa'ykis keltirib kerak o'zlaringizning ыңгайларын. Qaratma so'zni so'ngina qildirasizlarmi? Qaratma so'zni o'rtasina qildirasizlarmi? Qaratma so'zni boshini olasizlarmi? Logikalik qo'yilasiz bo'lishi kerak. Harflarni dibislarni o'rnidan alishtirgan bo'lmaydi. Agarda birinchi formulaga solgan bo'lsangizlar, P'dan boshlanadigan dibis o so'z qaratma bo'lishi kerak. Al agarda ikkinchi formulaga yerlar solganlaringiz kelsa, D men A ikkining biri qaratma so'z bo'lishi kerak. Nemisi uchinchi formulaga solsangizlar, A'dan boshlanadigan dibis qaratma bo'lishi kerak. Tushunibmi topshirma? So'rovlar bo'lsa qo'yinglar. Al satlik. Al ko'rik o'qishlar. Qarang al. Podsha daladan anga keldi. Podsha daladan anga keldi. Qaysi qaratma so'z? Qarang. Partani dirildetpi. Aytkenova Amina. Qaysi qaratma so'z? Aytkenova Amina. Qalay topqir javob qanday? Partani dirildetpi. Aytkenova Amina. Ne qo'yamiz? Bitirib qachirib qo'yamiz. Dirildetpi degan so'z. Dirildetpi degan so'z aytasiz. Kelisi